Alpus kanaliga xush kelibsiz. Bugun balandlikda ishlashda hayot bilan bevosita bog'liq bo'lgan jihoz haqida gapiramiz. Zarbani o'tuvchi amortizatorlar va stroplar va ularning xavfsizligi qanday tekshirilishi haqida. Balandlikni qulashni xavfsiz to'xtatish uchun eng ko'p zarba amortizator stropga qo'llanadi. Uning asosiy vazifasi qulash energiyasini yutib, odam tanasiga tushadigan kuchni 6 kN dan oshirmaslik va bu chegaradan yuqori yuklama hayot uchun xavfli hisoblanadi. Shu sababli amaldagi texnik reglamentlar bunday jihozlarga juda qat'iy talablar qo'yadi. Sertifikatsiya jarayonida nafaqat butun mahsulot, balki har bir elementi alohida sinovdan o'tkaziladi. Amortizator, strop tanasi, biriktiruvchi elementlar. Strop tanasi qanday sinovdan o'tkaziladi? Stropa tanasi statik va dinamik sinovlardan o'tkaziladi. Statik test to'qima stropalar uch qismlarining birikmalari 22 kN yuklamani 3 daqiqa davomida buzilmasdan ushlab turishi kerak. Agar metall elementlar ishlatiladigan bo'lsa, sinov 15 kN yuklama bilan o'tkaziladi. Dinamik test GOST RYN 354 bo'yicha stropa 100 kg og'irlikdagi po'lat yukning qulashini ushlab qolishi shart. Zarba amortizator sinovlari. Amortizator tizimning eng muhim qismi bo'lib, alohida tekshiruvlardan o'tadi. Statik sinov 3 kN yuklama 3 daqiqa davomida qo'llaniladi. Oldindan yuklangan amortizatorning cho'zilishi 50 mm dan oshmasligi kerak. Dinamik sinov 100 kg yuk 3 metr balandlikdan tashlanadi. Amortizator ortiqcha energiya yutib, yuklamani 6 kN dan oshirmasligi shart. Oxirgi mustahkamlik testi. Ishlab bo'lgan amortizator 15 kN kuch beriladi va u buzilmasligi kerak. Mana shunday qilib xavfsizlik real sharoitda tekshiriladi. Bu shunchaki qadoqdagi yozuv emas. Alpus faqat sertifikatlangan va sinovdan o'tgan jihozlarni yetkazib beradi. Chunki biz yaxshi bilamiz, balandlikda ishlashda xatoga o'rin yo'q.